Jinnimisan Badir? Nima qilganing bu? Bobur? Voy, o'rtoq qalaysan? Nima qilib turibsan yarim kechasi? Avtobus kutib o'tirdim. 12 da avtobus yurmaydi. O'tar, olib borib qo'yaman. Aha, xo'p. Yaxshimisan, o'rtoq? Telefon qilsa ko'tarmaysan. Qaytib ham qilmaysan. Bormisan? Borman. Menga qara, o'rtoq. Kim malda sen ham meni aldolmaysan. Men seni bolalikdan bilaman-ku. Hech yaxshiga o'xshamayapti. Gapir, nima bo'ldi? To'g'risini aytsam, charchadim. Nimadan charchaysan? Ofisda ishlasang, ishing yaxshi-ku. Yaxshi. Nomi ulug', suprasi quruq. To'g'risini aytsam, onamga va'da berishdan charchadim. Ertaga yaxshi bo'ladi, hammasi yaxshi bo'ladi deyman-u, lekin hech narsa o'zgarmayapti. Mana shu taglikni ham oxirgi pulimga oldim, ishonasanmi? Yaxshi ham kelib qolding. Bo'lmasa bilmadim, qanaqa qilib uyimga yetib olardim. Rahmat o'rtoq. Jinnimisan Badir? Nima qilganing bu? Ne uryapsan? Tushunmadim senga. Tomi ketganmi? Odamzodning zarbasiga javob berar ekansan, u erkak. Nimaga hayotning zarbasiga javob bera olmayapsan? Erkakmisan? Nimaga bo'shashyapsan? Senga butun oila ishonadi, bilasanmi? Haqqing yo'q bo'shashishga. Yo nima? Sen bilan meni otalarimizni oson yo'l bilan katta qilishgan bizani deb o'ylaysanmi? Ular hayotda zarbalarni kattalarini yeyishgan. O'rtoq, esingdan chiqarma. Tun eng qorong'i qismiga kelganida tong yaqin bo'ladi. Tongga yaqinlashishni xohlasang, taslim bo'lma.